Prezidentimizning 2025-yil 8-oktyabrdagi 298-sonli qarori ijrosi doirasida Kattaqo'rg'on tumanining Qo'shtepa mahallasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallani barpo etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Umumiy qiymati 11 milliard 410 million so'm bo'lgan mazkur loyiha mahalla infratuzilmasini tubdan yangilash, aholi uchun zamonaviy va qulay turmush muhitini yaratish hamda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Qurilish va obodonlashtirish ishlari bilan tanishish maqsadida Kattaqo'rg'on tumani hokimi Jamshid Nasriddinov Qo'shtepa mahallasida bo'lib amalga oshirilayotgan ishlar, qurilish sifati hamda belgilangan rejalar ijrosini ko'zdan kechirdi. Mas'ullarga barcha obyektlarni belgilangan muddatlarda va yuqori sifat bilan yakunlash yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Mahallaga 5 milliard so'm mablag' yo'naltirilib, ichki yo'llari sifatli ta'mirlanmoqda. Piyodalar va velosipedchilar uchun zamonaviy yo'laklar qurilmoqda. Tungi yoritish tizimi o'rnatilmoqda. Shuningdek, Qo'shtepa va G'ulva qishloqlarida suv yo'llarini tartibga solish maqsadida ariqlar betonlashtirilmoqda. Ekin maydonlarini sug'orish uchun yangi suv nasosi o'rnatilmoqda hamda energiya tejamkorligini ta'minlash maqsadida quyosh panellari joylashtirilyapti. 2 milliard 800 million so'm mablag' evaziga Kattaming va Qo'shtepa mahallalarini o'zaro bog'lovchi avtomobil yo'lining 3,5 kilometr qismi zamonaviy talablar asosida to'liq rekonstruksiya qilinmoqda. Mazkur yo'l aholi harakati xavfsizligi va transport qatnovi qulayligini yanada oshirishga xizmat qiladi. 1 milliard 810 million so'm mablag' evaziga aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida zamonaviy salomatlik yo'lagi barpo etilyapti. Shu bilan birga tadbirkorlik subyektlari va aholi xonadonlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun elektr tarmoqlari tubdan modernizatsiya qilinmoqda. Mikrosanoat hududini shakllantirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish maqsadida 1 milliard 800 million so'm mablag' yo'naltirildi. Bu mablag' hisobidan 630 kilovat quvvatga ega yangi transformator punkti o'rnatilmoqda. Yangi elektr tarmog'i tortilmoqda. Bir seksiyali yacheyka montaj qilinadi. Shuningdek, sanoat ehtiyojlari uchun oqova suvlarni yig'uvchi maxsus havza barpo etilib, ishlab chiqarish hududiga yangi asfalt qoplamasi yotqiziladi. Jami 11 milliard 410 million so'mlik ushbu loyihalar to'liq amalga oshirilishi natijasida Qo'shtepa mahallasi zamonaviy muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari, ravon yo'llari, barqaror energiya ta'minoti, obod hududi va rivojlangan kichik sanoat infratuzilmasiga ega bo'lgan Yangi O'zbekiston qiyofasidagi shaharchaga aylanadi. Bu esa aholi turmush sifati va farovonligini yuksaltirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda yangi ish o'rinlari yaratish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning yana bir yorqin namunasidir. Men necha yildan beri shu yerda yashagan bo'lsam, bironta mahallada asfalt bo'lmagandi. Prezidentimizga rahmat. Hozir qaysi ko'chaga kirmaylik, hamma yoq asfalt. Niyatlarimizga yetdik, orzu qilaylik faqat.